Akalar, ukalar, bu videoni bir ko'ringlar. Bu odamning ahvolini ko'rib turibsiz. Hozir siz ham xayolingizda o'tib turgandir. Bu jinnik shekilli o'zi nogiron tug'ilgandir. Yo'q, bu sog'lom bo'lgan, hamyo'g'i bo'lgan, boyligi bo'lgan, biznes ko'chida hurmati, uy-joy, oilasi hamyo'g'i bo'lgan, lekin bitta xato qilgan, qimorga berilib qolgan. Qimorga berilgan inson o'zingiz bilasiz qay ahvolga tushadi. Jinni bo'ladi. Yo'q qiladi hamyo'g'ini. Oxiri o'zini yo osadi yo o'ldiradi. Bu inson esa shu ahvolga tushgan. Ota-onasi davolatgan, iloji bo'lmagan, chunki katta summalarni yutqizib qo'ygan. Shuning uchun inson har doim hushyor bo'ladi. Qimorga umuman ishonmang. Qimor bu oxiri yo'q narsa. Odamni ko'kartirmaydi. Oxiri yo'q bo'ladi. Ota-onangizdan, bola-chaqangizdan, boringizdan, hamma narsangizdan ayrilasiz. Akalar, ukalar, halol mehnatga peshana teri bilan topgan narsangizni yo'qotasiz. Ishoning. Shuning uchun halol mehnatga harakat qiling. Tez boyiyman deb turib qimorga ishonib qolmang. Sog' bo'ling.